Assalomu alaykum. Men Rozigul Murad. Bugun sizlarga bir dialogni o'qib bersam deyman. Bu dialog mening yuragimdan biroz o'rin oldi. Sababi bu eng ta'sirli dialog deb hisoblayman. Undaqda boshilsak, dialogning nomi Dada bilan qiz. Bir kuni dadasi qizning yeniga kelib, qo'lini qizning murisiga qo'yib, "Qizim, kim kuchlik?" deb so'radi. Ondan qizi, "Dada, men kuchlik" deb javob qildi. "Ha" deb dadasi biroz o'ylanib qoldi. Ondan yana, "Qizim, kim kuchlik?" deb so'radi. Qizi, "Men dedim-ku, men kuchlik" deb javob berdi. Dadasi "Ha" deb o'ylanib, ko'zlarida qandoqdi bir mung hasrat bilan bir chekitga qarab uzoq o'ylanib qoldi. Ondan biroz vaqt o'tgandan keyin yana kelib, "Qizim, shuning bilan kim kuchlik bo'ldi?" deb qo'lini serab tushirib so'radi. Qizi biroz o'ylanib, unlari titrab, "Dada, siz kuchlik" deb javob berdi. "Ho, nima bo'ldi? Boyatindan beri men kuchlik deb atatdingiz. Nimaga hozir o'yingizdan burilib qoldingiz?" deb so'radi. Qizi, "Dada, sizning qo'lingiz mening muhramda bo'lganda, men o'zimni kuchlik, g'ayratlik sezindim. Sizning qo'lingiz muhramdan tushganda, men o'zimni bir qorong'u tunakda qolgandek sezindim" deb javob berdi. Dadasi ko'ziga biroz yosh ilib, "Qizim, siz kuchlik. Sening keyningda tirik bo'ldigan men bo'laman. Shunga siz kuchlik" deb quchoqlab bag'riga besib. Bu dialogdan nima tushundim? Bu dialog ota bilan qizning bir-biriga bo'lgan muhabbati va dadining har doim bolchaqisining yonida qo'rg'on bo'lganligini men haqiqatan tushundim. Assalomu alaykum. Her bir səbi özgüçülük birər vəqiləni tınşab, onundan xulası çıxırıb, yaş yürüge ilhamlanıb, öz oylarını etqisi keledigen, özüge yaxtırıb ilhamlanğan yaş talant egisi Rozigul Murad bilen birge bolaylı. Dada, kuch hayretim u dada, yülekçim hem qo'rg'onchim, uyimizning qo'rg'oni Batur, jasur u dadam. U yenimda bo'lsa gar, qo'rqmayman hech kimdan. Qo'rg'on bo'lgan dadamga muhabbatim o't mening. Uyimizning qo'rg'oni bo'lgan barliq dadalarga tan salomatlik, baxt tilayman. Boshlaylik. Ügineyli, ana tilini puxta egallayli. Ko'pchilik hammaylar go'zal ana tilda, azada hamravan so'zlashayli.